Assalamu alaikum. Şərq Türkistan Cumhuriyeti Sürgünlük Hükümeti'nin parlament əzaları, millət vəkilləri, qurultay vəkilləri, xalq vəkilləri. Həmmanlarının muş vaxtı xeyirlik olsun. Ben Küraş Ataxan, Germaniya Türk Söz Zavatı mənə əziz qarindaşlar. Cenab-ı Allah sizlərə tinchlik, amanlıq, həm xatircəmlik ata qilsin. Qılıb otqan küraşlarınlarını, uluq muvaffaqiyatlar bilan, nusratlar bilan mukaffatlısın inşallah. Əziz qarindaşlar. Bizning bu özün hükümet davet qilgan 3 guruhini birleştirish hem hükümetin hizmetlerini tertip qilish komitetimizning saylamini ciddi ketyapti. Hozir bu ish 3-chi bosqichga kirish oldida turyapti. 2-chi bosqich yana bu reisning ma'lum reislarini tanlab bekitishdi. Hurmatlik Ümit Agay efendi, hurmatlik Ali Akbar Qarajim. Allohning izni bilan bu guruhimizning komitetimizning ma'lum reisligiga saylanadi. Cenab-ı Allah bu neticelerimizni yani halkımız, milletimiz, milli davayımız için hayırlı kıpbasın. Hemenlarının uluq cuma günleri mübarek olsun. Hemenlar sözümün ahırsı otluk salam, ali ihtiram. Cenab-ı Allah biz bilen Hudanın izin bilen galibi aldığımızda kürükçe aman esen bulunlar aziz qarindaşlar. Esselamu Aleyküm Şərq Türkistan Cumhuriyeti Sürgündeki hükümetinin parlament əzaları. Qurultay vekilleri, millet vekilleri, xalq vekilleri hammalarının muş vakti xeyirlik olsun. Hazır bizning maqlayotgan xizmatlarimiz 3-chi bosqichga kirdi aziz qarindoshlar. 3-chi bosqichda biz mushu komitetimizning bosh kotibotlik ishxonasini qurib chiqamiz. Dastlabda bir bosh kotibni saylab chiqaylik dedik. Sizlar bu komitetni qurish haqidagi chaqiriqni o'qisanglar, bosh kotibning vazifasining nima ekanligi aşağıda eskartilgan. Ashning o'zining sharti to'sadigan qarindoshlar baş katipten birini saylasak, onun için onun yardımlaşımız diyen iki qarindoshni yani qo'shib baş katip saylasak mı buludu, yoki birini saylasak mı buludu. Şuna baş katiplikka yüzünü ko'rsatadiganlar bormi? Baş katiplikka başqa birisini tavsiya qiladiganlar bormi? Onun için baş katipning yordamchiligiga özünü tavsiya qiladiganlar bormi yoki boshqalarni tavsiya qiladiganlar bormi? Cenab-ı Allah hammamizga vatan millat yo'lida dadil, bejonidil, samimiy, fidokorlik bilan xizmat qilishni nasib qilsin. Aziz qarindoshlar, bizning to'pimizda hozir 90 ga yaqin odam bor. Fikr qilayotganlar az bo'lib qoladi. Bunda qilsanglar bo'lmaydi. O'zinglarning taqdiriga o'zinglar ko'ngil bilinglar. O'zinglarga o'zinglarning ichi og'risin, millatinglarga, xalqinglarga ichinglar og'risin. Biz nihoyatda o'tkinchi ham xatarlik, tahlikalik bir yo'llarda ketyapmiz aziz qarindoshlar. Bu yolda ketayotganligimizning o'zi, ya'ni ilgarilayotganligimizning, nishon qarab ketayotganligimizning o'zi, aziz qarindoshlar, og'in qadimlarning har birisi shu Xitoylarning qanliq topinda izlayotgan, inglayotgan 20 milyondan ortiq Sharq Turkiston xalqining arzu armonlarini balduroq amalga oshirish uchun bo'lyapti aziz qarindoshlar. Ular hozir 1 minut, 1 sekund, ular 1 yil, 10 yil, 100 yil, 1000 yildek bilinib ketadi aziz qarindoshlar. Ularni shu qanliq lagerlardan, shu qanliq zindonlardan, turmalardan qutuldirilish bizning hammamizning burchi. Sizlarning müşahede her bir eg'iz sözlügen sözüngler, her bir qilgan o'yanglar, her bir mush ish uchun qo'shgan ijobiy to'panglar mushu Sharq Turkiston xalqini ezayotgan Xitoy tajovuzlariga etilgan bir parcha o'q aziz qarindoshlar, bir pay o'q. Ya'ni mushu o'qni etish orqali Xitoylarni sizlarga yiqitsizlar aziz qarindoshlar. Ilgirki o'xshash, ya'ni 20-asr yoki 19-yüzyılga o'xshash üstideklarning qon puroqlari bilan to'lgan urushlar bo'lmaydi aziz qarindoshlar. Hozir dahshatli urush bo'lyapti. Biz mush urushning ichida turyapmiz. Mush urushda g'alaba qilish ham g'alaba qilmaslik hammamizning o'rtaq aktivchanligi ham aktivchan bo'lmasligi bilan munosabatli ishlar aziz qarindoshlar. Biz hammamiz bir niyat, bir maqsad bilan mush ishlarga aktiv muomala qiladi ekanmiz. O chog'da bizning ozodlik kunlarimiz, mustaqillik kunlarimiz, hur kunlarimiz bag'ancha yiqilaydi aziz qarindoshlar. Agar biz jimiyatda bo'lsak, xuddi tiriklikning ichiga mukinib olgan o'likdek yashasak, o chog'da bizni boshqa millatlar, boshqa davlatlar dasta besib o'tib ketadi. Ikkinchi Cumhuriyatimizning qurg'uvchilarining birisi hurmatlik milliy rahbarimiz ham davlat otasi Ahmadjon Qosimovning ustozi Abdurayub Maqsum, ya'ni hukumatimizning bosh kotibining o'g'li Azdikin Abdurayub apandi ham aramizda. Uning bugun qoldigan ovozini oldinglar. U bizning shu to'ptiklarni ustoz deb atabdi. Hammalarning ustoz kuni, ustoz bayramlarini muboraklab aziz qarindoshlar. Bizga hozir O'rta Osiyodagi 2 million xalqdan boshqa vatanimizga 20 million ortiq xalq talmirib qarayotdi. Ya'ni ularning shu zindonlarda, turmalarda yig'ilish kamplarida ko'rayotgan kunlarni bilyapsizlar. Ular tirik turib so'yilyapti. Tirik turib organlari ilib setilyapti. Hatto ular o'ldirilib, go'shtlari bir
tarafga ustaxonlar bir tarafga ayrilib, bir qismlaridan yemeklik ishlab chiqarilib, bir qismlaridan dura, ham bir qismlaridan Xitoylar o'z tomoqda ishlatadigan tetiklar ishlab chiqarilyapti deb qarindoshlar. Mo'shundaq vaqtda biz mush ishga sal qarasak, yana bo'linish olib tursak, yana mush ishlarning to'g'ri bo'layotganligini bilib turib, buni inkos qaytarmasak, mushunga ovoz qo'shmasak, agashmasak, biz nima bo'lib qolamiz aziz qarindoshlar? Bizga osmondan tushmaydi bu lider, bizga osmondan tushmaydi bu tashkilot, bizga osmondan tushmaydi bir rəhbər əziz qarindoshlar, biz özümüz so'rayli, anlıq halda tashkilga bo'ysunayli, anlıq halda agishayli, yana bu rəhbari o'rinda turayotganlarmi adil bo'layli, qo'shqimizni keng tutayli, uçan bo'layli, kim to'g'ri so'zlasa, shuni gapini anglayli, kim to'g'ri yeteklasa, shuni haqisi mangayli, guruh ovozlikqa bo'linishga ruxsat yo'q, o'zra bir-birisiga hujum qilishga ruxsat yo'q, odam to'plab turib qilayotgan ishlarga buzg'unchilik qilishga ruxsat yo'q. Yana mush top boshqaruvchilaridan birisi, sosyal medya mutaxassisi Zibibullah Bug'ra o'g'lini men mushu topqa yana admin qilib bekitdim aziz qarindoshlar. Uning o'zining sosyal medyada ochgan toplarda 10 minglagan, 20 minglagan, 30 minglagan insonlar bor, uning ovozini to'xtamay shu toplarda anglab turdi xalqimiz, millatimiz. Uningdan ko'p ro'yi uzuq, ma'naviy uzuq, siyosiy uzuqlarni ilib kelyapti. Endi uning o'zining ochgan radiosi bor, Jarliq radiosi, ash radiosini anglatishlarni berib, milliy da'voyimiz uchun ko'p to'plarni qo'shgan odam. Ma'naviy jihatdan, siyosiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan uning to'psini zo'r bo'ldi. O'zi adil hech qanday taraf tutmaydi. Masalan, Anvar Husub gruppasidagi, G'ulam Osmon gruppasidagi ham Ismoil Chingiz gruppasidagi insonlarning hammasi bilan o'rtaq bir musobaqani tutib, o'ttir bir yo'lni tutib, ularga bo'lgan o'zining inkosini qaytarib o'tadi aziz qarindoshlar. Mening bugun xo'sh bo'lganim, hozir kelib bo'lgan orliqda bu G'ulam Osmon akaning gruppasidagi insonlar toza aktiv bo'lmadi. Bu yerda nurg'unlarni kirib qo'ysam, gap qilmay chiqib ketadi. Mushu qaydagan Abdulning xurjuniga ziyon bo'lib qolamdiki deb shunday ansirgandim. Chunki G'ulam akami bizning ustozimiz, G'ulam akami milliy da'voga ko'p qo'shgan qahramonlarimizning birisi. Ya'ni G'ulam aka millatimizni ko'z ko'rgan ziyolilarning biri. U chuqum to'g'rini topadi, u chuqum o'yinadi, u chuqum haq adolatga, xalqimizga, millatimizga, milliy irodamizga ergishadi deb qarayman aziz qarindoshlar. Ammo mishada bugun meni xo'sh qilgan yerim bu Seytaranchi afandim, vatanparvar, millatparvar, tijoratchi, ma'rifatparvar zot, siyosiy da'voyimizni uzoqdan beri naytchanlik ham pokiz ishlab xizmat ko'rsatib kelayotgan qarindishimiz. Ya'ni bu topda bizning ulug' juma kunimizni muboraklab bir sovg'at yo'llabdi. Janob Alloh o'zidan rozi bo'lsin. Meningcha mushu oldimizda mushu saylanayotgan saylamlarda biz mushu hozir bosh kotib ham bosh kotib yordamchisini saylaymiz. 3-chi qismida saylamning 4-chi qismida undan keyin taftishning 3 yordamchisini saylaymiz. Meningcha taftishni betaraf zotdan birini saylasak, undan keyin har 3 guruhga tava bo'lgan muhim odamdan birini ash taftish ishxonasida 1-chi, 2-chi, 3-chi ma'mur rais qilib saylasak, shuning bilan bu saylovimiz oxirlashadi. Sabr qilishinglarni umid qilamiz. Qalaymiqan fikrlarni qilmanglar aziz qarindoshlar. Majlisin zalining timtasligiga, jimjitligiga, intizomiga hammamiz amal qilaylik aziz qarindoshlar. Janob Alloh ham Janob Allohning farishta ham malaikalarimiz bizga diqqat qilib turibdi. Bular ish qamlashtiramdi, qamlashtiramamdi. Dushmanning ichki tashqi jihatdagi buzg'unchiliklarga bardashlik berolmamdi. Ko'zi etiklik mushundaq bir holatda qorong'ulik ham nayt o't dengiziga aylanib ketgan mush o'rmonning ichida bular saq-salomat mengib nishonga yetamamdi deb shundaq sinoq nazari bilan qarayotdi. Biz intayin muhim, intayin keskin bir vaziyatda turyapmiz. Intayin ig'ir sinoqdan o'tyapmiz aziz qarindoshlar. Mush sinoqdan biz o'tamasak milliy da'vo mag'lub bo'ladi. Butun xalqimizning, butun milliy da'voyimizning irodasi, umidi, orzu armonlari bizga mujassamlangan. Yana topimizni, yana sal qarashga bo'lmaydi bu topdagi odamlarni sizlar obdan bir qarab biqinglar. Yuqorisi milliy harakatimizning dohisi, yo'l boshchisi, milliy rahbarimiz Rabiya xonimdan tortib, tövini, ya'ni yangidan mushu xalqimizga, millatimizga, vatanimizga tuhfa qo'shish uchun Sharq Turkiston Jumhuriyati surgundagi hukumatini tanlab, mushu Sharq Turkiston Jumhuriyati surgundagi hukumatining mengayotgan yo'li birdan-bir Sharq Turkistonni mustaqillikqa elib boradigan, hurriyat ham nijotlik yo'li deb qaragan, sifimizni qo'shilish oldi turayotgan kichik qurultoy vakillariga bag'ich bo'lganlarlikda, hamma odam bor undan keyin Jumhuriyatimizdan miros qolgan yodikor
ustozlardan hurmatli muhtaram Ahmet Egenberdi aka, hurmatli muhtaram Sultan Mahmud aka, hurmatli muhtaram Xizirbek aka, Demyan Rahmeti aka, Talat Qo'jigic, Muhabay Engin, Mehmet Ali, onundan keyin Sarqan Tinch Turk, onundan keyin Yaqubjon aka, onundan keyin bu Sednisa Luqman xonimlarning hammasi yana bizning cho'ng umidlarni kutyapti. Yana ularning umidi bizga bog'landi aziz qarindoshlar. Masalan, bu ular Osman Efendi hukumati tarafidagilar, hozir hukumatning varisi bizda yotidi. Bu yolg'on aziz qarindoshlar. Ondan keyin Ismoil Chingiz Efendi tarafidagilar hukumatning davomi bizda yotidi. Unmi yolg'on aziz qarindoshlar. Hozir bu hukumatning taqdiri ham bundan keyin uning ideyasini ham yo'l xaritasini bekitish ishi bizning qo'limizda qarindoshlar. Chunki bu hukumatning qo'ygan peshqadam zotlar, ya'ni milliy da'voda uzoq mazgil tajribalarni to'plagan, uning uchun ig'ir bedellarni to'lagan ustozlar bizga bu hukumatning xizmatlarini tartib silish ham taraqqiy qildirish ham kuchlantirish, xalqqa echib etish ham xalqning irodasi bilan hukumatni boshqarib, bundan keyin Sharq Turkiston milliy davosini boshqa bir qadam bilan, boshqacha bir ruh bilan, boshqacha bir saviyadan ilib berishni kutib o'tirdi aziz qarindoshlar. Shu xalqimizning umidi bizga bog'langan. Milliy davoyimizdagi peshqadamlarning umidi bizga bog'langan. Bugun milliy davo qo'shinimizdagi mustaqillik qanotidagi qarindoshlarning umidi bizga bog'langan. Mushu chet eldagi yana milliy davoyimizga kirimizlayotgan avlodlarning yangidan yetishib chiqayotganlarning umidi bizga bog'langan. O'rta Osiyodagi 2 milliondan ortiq xalqimizning, hatto qondosh xalqlarning umidi bizga bog'langan aziz qarindoshlar. Mushunday bir vaqtda biz o'zimizning purustimini ching tutib, mush milliy davoyimizga qo'limizdan kelishicha harakat qilishimiz kerak. Aktiv harakat qilaylik aziz qarindoshlar. Tirik yurayotgan o'lik insonlardek yashamaylik. Biz o'lgancha yer ichiga tortib ketadi. Abdurab Mahsumning o'g'li Azdikan aka yana mush masalani o'zining tilida bugun mush nutqida bizga qoldiribdi. Alloh o'zidan rozi bo'lsin. Biz tirik o'liklarga aylanib qolmaylik aziz qarindoshlar. Shunga mushu tuproqning ustida turib, tuproqning ustiga kirib ketgan, tirik turib, o'lik odamga o'xshash yashaydigan, xuddi odam turib o'simlikka aylanib qolgan, xuddi odam turib hayvonga o'xshash shunday dushmanga bog'lanib qolgan, zo'ravonlarga bog'lanib qolgan, tajovuzchilarga bog'lanib qolgan ishqa hamda xotima beradigan vaqt keldi aziz qarindoshlar. So'zimning oxirisida hammanglarga o'tliq salom, oliy ehtirom. Cenab-ı Allah biz bilan Xudoning izni bilan g'alaba oldimizda ko'rishchi aman eson bo'linglar. Sizlarga oliy utuq tilayman. Endi shu men boy deganga o'xshash saylovimiz 3-bosqichga kirdi. Bosh kotib yordamchiligiga nomzod ko'rstinglar ham o'zinglarni nomzod qilib tavsiya qilinglar. Xayr, xo'sh, rahmat.